Bolalar, bugun sizlar bilan Scratch dasturida qanaqa futbol o'yinini yaratishni o'rganamiz. Bu birinchi bo'lib bu sprite'imizni nusxalaymiz va buni darajasini o'zgartiramiz. B qaratadigan qilib turib, mana bu tugmani yozib qo'yamiz. Va boshqa qarab turadi. Keyin esa biz shu sprite'imizni ko'rinishini o'zgartirishimiz kerak mana. Mashinadan yashil tanlab bunga kirib ranglarni o'zgartirib chiqamiz. Mana. Bittasini to'g'ri qoldi. Mana endi bo'ladi. Mana. Bunisini ham xuddi shunaqa qilib chiqamiz. Keyin oxirida bularga kod yozishni boshlaymiz. Bayroqcha bosilganda har doim agar bo'sh joy tugmasi bosilgandan qo'yamiz va buni nusxalaymiz. Keyin bu yerdan Y o'qi va X o'qi va Y o'qini olamiz va yana bir marta nusxalaymiz. Keyin buni tagiga qo'yib qo'yamiz. Agar ichida bo'lib qolmasligi kerak, mana ular bir-birining ichida bo'lib qolmasligi kerak. Faqat mana shu har doimning ichida bo'lishi kerak. Bo'lmasa o'xshamaydi. Qo'yib qaysi tugma bosilishini aytamiz. Bu yerga yuqori, bu yerga o'ng, yuqori, chap va past. Va undan so'ng bu yerga biz oxirdagi ikkitasini -10 qilib qo'yamiz. Keyin bu yerdagini ham -10 qilib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, mana bayroqchani bosganimizda mana harakat qiladi bu. Mana. Bu ikki kishili o'yin, ikki kishi bilan o'ynalish kerak. Va buni olib mana bu sprite'imizga ham ko'chirib olamiz. Ko'chirilgandan so'ng ularni o'zgartirib chiqamiz. Buni D ga o'zgartiramiz. Buni W ga, buni S ga, buni A ga ekan. Va bu oxirgisini S ga o'zgartiramiz. Buni ko'rishingiz mumkin. Bayroqchani qaytadan bitta bosib yuborsang, bunimiz ham ishlaydi. Mana bu klavishlarni boshqaramiz. Bu ikkinchi sprite. Yashilni boshqaradigan narsasi. Bu yerdagi bu ko'rarasiz bo'lsa, mana bu sariqni boshqaradi.
Bularning hajmini ham o'zgartirib chiqishimiz kerak. 50 qilib qo'yamiz. Va buni ham 50 qilib qo'yamiz. Bular hajmini 50 qilib qo'yishimiz shart. Bo'lmasa katta bo'lib ketib qoladi. Va bu yerga kirib yangi sprayt ochib olamiz. Bu yerga rasm mana bunday darvoza chizib qo'yamiz. Va buni nusxalaymiz. Buni bu yerga qo'yib, buni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Endi oxirgi qismlarga ham yetib keldik mana. Endi eng ko'p yoziladigan joyga keldik. Bu yerdan sprayt qidirishga kirib, sokkerbal deb qidiramiz. Sokkerbal mana chiqdi sokkerbal. Bu to'pni ham hajmini 50 qilib qo'yishimiz shart. Bo'lmasa mushukchalarimiz bilan tegib qoladi. Endi qilamiz. Va undan keyin to'pga kod yozamiz. Bayroqcha bosilganda har doim tasodifiy joyga 1 soniyada borish. Va buni nusxalaymiz. Undan keyin bu yerga o'tib agar qo'shimchasini qo'yamiz. Undan keyin bu yerga sichqoncha ko'rsatkichga tegingandan qo'yib, buni sprayt 1 ga o'zgartiramiz. Keyin buni nusxalaymiz va uni sprayt 2 ga o'zgartiramiz. Yana buni ham nusxalaymizda, uni sprayt 3 ga o'zgartiramiz. Va yana buni nusxalaymiz. Sprayt 4 ga o'zgartiramiz. Keyin fonlarga kirib, ko'rinishni yangilaymiz. Siyoh rang poliyada o'ynaydi. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Endi bu 2 kishilik o'yinimiz. Mana. Gol bo'ldi mana. Ko'rishingiz mumkin. Bal hisoblashni ham o'rgataymi yoki shart emasmi? Mayli, o'rgatib qo'yaman. Bu yerga kirib, bu o'zgaruvchiga o'tib, bal deb yozamiz. O'xshamabdi. Mana. Bu yerga bal deb yozamiz. Bu yerga ham yana bir marta bal 2 deb yozamiz. Bu sefer bal 2. Va bu bal 2 ni chekkaga, bu chekkaga olamiz. Shunday qilib, bular sal bunday olib qo'yamiz. Keyin bu bo'sh joyga bayroqcha mana bu yerga ham to'g'rilab bu yerga to'g'rilab qo'ysak ham bo'ladi. Agar bayroqcha bosilganda sprayt 2 ga teginganda sprayt 3 ga teginganda balni 1 ga hisoblash.
Yo'ga bo'lsa yana balni 1 ga hisoblashimiz, faqat bu balni o'zgartirib qo'yishimiz kerak. Bal 2 ga o'zgartiramiz. Yo shuni teskarisi bo'lishi kerak ekan. Sprite 4 ga tegingan bo'ladi. Endi bunday qilib qo'ysak bo'ladi va oxirida buni bunday qilib qo'yamiz. Yo'q, har doim emas. Har doim nechiga emas faqat. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Balni 0 ga hisoblash va balni 0.2 ga o'zgartirish. Mana. Keyin monetga kirib ballarni olib qo'yamiz va bayroqcha bosilganda har doim agar bizi balda olamiz va balni o'rnatamiz. Keyin buni joylashtirib nusxalashdan avval mana uni 5 ga o'zgartirib qo'yamiz. Keyin buni nusxalab o'tkazgandan keyin buni bal 2 deymiz. Buni ham tashlab bal 2 qo'yamiz. Keyin bu yerga kirib bu bal 2 ni bunga olib qo'yamiz va buni hozir ko'raylikchi avval. Bo'ldi, o'zgargan ekan, buni yo'qotamiz. Bitdim deyish degan narsasini qo'yamiz. Bu yerga kiramiz va yut ko'rganini olib yozamiz va o'yin boshlanadi. O'ynaysizlar, shunaqa qilib o'tkazganimni aniqlaysizlar. 2 kishi bilan o'ynaladi, bemalol maza qilib o'rtoqlar bilan o'ynashlar mumkin. Va yana esingizlardan chiqmasin, bu yerda mana bu narsani ham joylab qo'yishinglar kerak. Devorga teginganlarni. Ikkalasiga ham mana shu oxiriga joylab qo'ysanglar, hammasi zo'r bo'ladi. Mana masalan, mut tushdi, devorga tegib qotib qoladi. Chiqib ketmaydi masalan mana. Ko'ryapsizlarmi? Masalan, buni ham bunaqa o'rnatishtirib qo'ysa, mana bu ham shunaqa. Shunday qilib buni saqlanib chiqib qo'yasizlar. Faylga kirasizlar. Kompyuterga saqlanib yozasizlar va nomini yozasizlar. Futbol. Enter. Boshqa o'yinlarni ham ko'rsatishimni xohlasanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.